Samat, eg'irmikan? Eg'iramaskan, ko'taralayman. Qazon sotaman, qazon elinglar. Berib ko'rib boqayli, qazon olmoqchi edi. Faqat bu yangi qazonni ko'n qazonning bahosiz setib etaman. Men birini olay. Jon xo'jayin, ko'zingiz mol to'naydi ekan. Qaranglar, bu so'qilgan qazon, shundoq puxta. Shundoq obdan qazon bu. Rost. Jon xo'jayin, bu qazonni men uyingizga apirib beray. Bo'ladi, ma'qul. Buningga ayrim topana qilib berma. Rahmat sizga, jon xo'jayin. Bu qozonning puli boradi. Xo'sh. Samat uni ishlab o'tibdi-da. Ma, pulini olgin. Rahmat tag'a. Samat aka. Samat o'zgarib ishlab o'tibdi-ku. Onun rostila o'zgarganiga sizlar ishonasizlar? Ishonmaymiz. Samat degan shunda xo'rim bir nima tursa, u mijozini o'zgartalabdi. Nima ishqa o'zgartamigidek? Odam asli oq ko'ngil bo'ladi. Tug'ilishdirlar, eski bo'lmaydi. Samat akammo shunga o'xshash. U rostila ishlab o'tibdi. Unda xo'sa. Rahmat sizga, jon xo'jayin. Arzimaydi, bu sening elishga tegishli haqqing. Yana ish bo'lsa seni chaqirdim. Men cho'qim yaxshi ishlayman, oyjon. Teşvik bo'lmay xo'jam. Samat, anglasam ishlab o'tibsan-ku. Shundoq. Bizning takka ishlaydigan odam kerakdi. Men baray, men qilay. Kuningga 2 tilla beraman. 2 tilla. Bo'ldi va. Ma'ndoq. Yura. Bay hocam, ishlarni qilib bo'ldim. Bay hocam, hamma ishni qilib bo'ldim. Qilib bo'ldim, ha. Bay hocam, qarsizlar. Yaxshi ishlabsan. Qaysang bo'ladi. Bay hocam, sizlar menga bermoqchi bo'lgan 2 tilla ish haqqim-chu, ha? 2 tilla? Men sana shundoq deganman. Sizlar shundoq degan-ku. 2 tilla. Sendan o'g'riga pul berishimning hojati yo'q. Biroq Mana, yo'q. Oyjon. Sana 2 tilla berishimga kim ishonadi? Bir gün bekar işlepti ben. Qo'sqin ajab başdı. Aldırma ya. Çay içi bile. Rahmet. Bugün bayığı bir gün işlep bir tiyimi alamadım. O sizga yegidek hech nima bermadim ha? O kunlik ish haqimga 2 tilla bermadigan edi. 2 tilla odamsiz? Shundoq. Yolg'on so'zlayapsiz. Kunligingizga hargiz undaq jiq pul bermaydi. Men yolg'on etmadim. O'g'ri. Sen 2 tillaga loyiq emas. Sen yana yolg'on aytyapsan. Nima ish qilmanga ishonmaydigansizlar? Kimning do'ppisidir bu? Nima bo'ldi taqay? Chatoq bo'ldi. Samat akam o'zini daryoq tashlamoqchiga. Tez bo'l taqay. Tez bo'l.
Samet aka! Samet aka! Taqay! Samet akam qani? Tez bo'l, tez. Qanday qilamiz? Hamma gap senda qoldi, Taqay. Bo'ldi. Samet aka, bir ish bo'lmaganda, nima ishqa daryoga sakraysiz? Bu taqay meni daryoga ishtiryapti. Kechiring Samet aka, o'qishmaslik bo'lib qopti. Daryo bo'yiga nima ishqa kelgan edingiz? Nafsimga cho'q tortib, boyning domi tushib ketibdiman. O meni aldabdi. Bay, sizni aldabdimi, ha? O'ylab boqay. Topdim. Muhim xabar. Tunagi Samet akamiz Bayxo'jamga bir kun o'zimiz beribdi-kan, 2 tilla beribdi. 2 tilla. To'g'ri, Bayxo'jam mening kunlik ish haqimga 2 tilla berdi. Tez berib Bayxo'jamni izdanglar. O'zimni uzib bo'lsa, bu fursatda quruq qolsa, juma. Qaranglar, Bayxo'jam keldi. Sehi Bayxo'jam, tunagi menga kunlik ish haqimga 2 tilla berdilar. Ko'p rahmat sizga. Bayxo'jam bizmi sizga o'zimizni beraylik. Ma'qul. İki tilla berdigan bo'ldi. Ishlayli. Aldirmanglar, saqlab turinglar. Avval Bayxo'jam bilan ish haqimizni bekitib olaylik, bo'lamdi. Bayxo'jam. Bu yerda bekor turg'ucha berib ishingni qilishmamsan. Kunligimga 2 tilla beramsiz. Uxlab tushing. Kunligimga 5 yamoq beraman. Bayxo'jam, bizmi Sametga o'xshash kunligimizga 2 tilla olamiz. Mumkin emas. Pulning dadida sarong o'psira. Bayxo'jam, ish qilganda adil bo'lmaslari bo'lmaydi. To'g'ri, adil bo'lmaslari ishlamaymiz. Men sizlarga deb qo'yay. Men Samet degan o'g'riga pul berib boqmadim. Bermaganmi? Biz ishlasakmi bermamdilar? Xotirjam bo'linglar. Ish haqinglarni cho'qim beraman. Sizlar o'g'rimmisinglar ya. Ko'nglimda sanba. Bayxo'jam, sizlarga desam, sizlar boshqalarga samimiy bo'lsalar, boshqalarmi sizlarga ishonadi. Sizlar bilan savdo qilsakmi pul topa olamiz. Lekin gaplarda turmay samimiy bo'lmasalar, hech kim sizlarga ishonmaydi. Sizlar bilan savdo qilmaydi. Shuning bilan vayron bo'lalar. Bayxo'jam, sizlarning samimiy odam bo'g'ilari bormi? Men Sametning ish haqini beray. Bayxo'jam samimiyatini bildirdi. Xaloyiqning samimiy kishilarni mukofotlash yig'iniga qatnashganligini qarshi olamiz. Ikki tog'imizning qatnashganligini tabriklaymiz. Oldi bilan Samet tog'imizni sagnik taklif qilamiz. Bosh personaj Bayxo'jamni sagnik taklif qilamiz. Qarshilanglar. Endi Bayxo'jam Samet akimizning ish haqini berdi. Bayxo'jam, bir kunlik ish haqimga 5 yarmoq pasli bo'ladi. Samet, undaqimizda. Bayxo'jam, yana davomlashtirmoqchimi? Albatta. Bu sening ilish tegishlik bo'ling. Rahmat sizga Bayxo'jam. Odam samimiy bo'lsin, nima degan yaxshi. Xotin. Qilib adilma.